Hozirgi kunda Andijon viloyatida jami 13500 nafar iste'molchi 98 megawatt quvvatga ega quyosh panellarini o'rnatgan. Ularning 9700 tasi aholi xonadonlariga to'g'ri keladi. Bu esa 21 megawatt quvvat demakdir. Xususan Qo'rg'ontepa tumanidagi G'ayrat mahallasida quyoshli xonadon tamoyili keng ommalashib bormoqda. Bu yerdagi ko'plab oilalar o'z uylariga 3 kilovattdan 15 kilovattgacha bo'lgan quyosh panellarini o'rnatishgan. Eng e'tiborlisi, panellar orqali ishlab chiqariladigan ortiqcha elektr energiyasi davlatga 1000 so'mdan sotilmoqda. Bu esa aholi uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib xizmat qilyapti. Qishki kunlarda 400 ming so'm pul to'lar edik. Shu yozgi kunga kelib 250 ming so'm to'layapmiz. Shularni hisobini qilib biz quyosh panelini qo'ydik. Quyosh panelidan bizga olingan samara hozirgi kunda bizga davlatimizga elektr energiyani oshib sotishga ham erishdik. Bu juda ham ko'p samara beryapti, hatto biz oyiga pul to'lamayapmiz. Asosan biz ariston yoqamiz, dazmol, pechlarni, kir mashinalarni hammasiga yetib oshyapti. Yoz faslida quyosh nuri obdon bo'ladi. Panellar yordamida nafaqat uyning elektr ta'minoti ta'minlanadi, balki ortiqcha energiyani sotish orqali oilaviy byudjetga ham hissa qo'shadi. 472 ta xonadon bor. Quyoshli xonadon elektr energiyasidan unumli foydalanish uchun har bitta xonadonga biz tavsiyalarni, quyosh panellari o'rnatishni tavsiyalarni berganmiz. Shundan hozircha bizni G'ayrat MFMimizda 30 ta xonadon o'z xohishi bilan quyosh panellari qo'yilgan. Hisob-kitob qilib chiqqanimizda, misol uchun 1 yilga muddatli to'lov asosida olsa, oyiga hozirgi kunda 1 kilovatda 5 million so'mdan bo'lsa, oyiga 500 ming so'mdan, 480 ming so'mdan muddatli to'lov bo'lsa, buni bemalol qoplash 3 kilovat olsa, qoplash imkoniyati mavjud. Davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlar, ya'ni soliqlardan ozod etish, texnik ko'mak va moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlari bu jarayonni yanada rag'batlantirmoqda. Bu tashabbus nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Shu kungacha 13,5 mingta obyektga 98.800 kilovat quyosh panellari o'rnatilgan. 9700 ta xonadonga 21 megawattga quyosh paneli o'rnatilgan. Yuridik tashkilotlarga 180 ta korxonaga 1,5 milliard elektr energiyasiga to'lovni amalga oshirib keldik. Andijon viloyatida gidroelektr stansiyalar ham ishga tushirilgan. Hozirgi kunda 4 ta gidroelektr stansiya ishga tushirildi. Shundan shu kungacha 6 million kilovat elektr energiya ishlab chiqarildi. Shunga to'lov amalga oshirib 5,5 milliard elektr energiyasiga to'lovni amalga oshirib berdik. Fanil Ismagilov o'z xonadoniga 50 kilovat quvvatga ega quyosh panelini o'rnatdi. Uning ta'kidlashicha, bugungi kunda bu zamonaviy tadbirkorlikning bir ko'rinishidir. Quyosh panellari orqali ishlab chiqarilayotgan energiya oilaviy ehtiyojimizni to'liq qoplamoqda. Davlat tomonidan berilgan imtiyozlar, soliq to'lovlaridan ozod etish va panel o'rnatishdagi yordamlar natijasida sarflangan mablag' esa 2 yil ichida qoplanadi. Keyin esa bu to'liq foyda manbaiga aylanadi, deydi Fanil Ismagilov. O'tgan yili iyun oylarida qo'ydirganman. 10 kilovatlikni qo'ydirganman. Birinchi o'zimga sinash uchun, foydasini bilish uchun. Shu 3 oy 4 oy davomida ishlatganimdan keyin o'zim ehtiyojlarimdan tashqari, masalan, o'zim ehtiyojlarimni qoplagan. Undan tashqari yana tushum bo'lib menga foyda bo'lgan. Shu ishlatganimdan tashqari ishlatib qo'yganimni davlat tomonidan to'lab bergan hisobiga foydaga kirganman. Shundan keyin masalan keyinchalik mana shu oshib qolganini sotsa bo'lar ekan, foyda bo'lar ekan deb turib, yana qo'shimcha 40 kilovat qo'shtirdim. Xo'sh, hozirgi kunda 50 kilovatlik qo'ydirganman, ishlatyapman. 10 kilovatligi gibrid tizimda ishlaydi, ham o'zimga ishlatiladi, svet o'chib qolganda ham ishlaydi, plus davlatga sotadi ham. 40 kilovatda 10 grid u faqat shu svet bo'lganda ishlaydi. Asosan davlat tomonidan sotgan ishlatiladi. Birinchi o'rinda shu sifatga bog'liq, ikkinchi o'rinda shu ustaning xizmatiga ham bog'liq. Yaxshi ustaga qo'ydirsa, sifatli ishini biladigan ustaga qo'ydirsa, yaxshi ishlaydi. Endi hozir qo'ydingga qo'yib ketsa, u hali qo'yish bilan ish bitmaydi bu narsa. Davlat soliqdan ozod etilgan. Faqat shu o'zimizni чистый прибыль shu qancha ishlatgan bo'lsa, qancha sotgan bo'lsa, shuni tushirib beradi. Bu kabi tashabbuslar nafaqat uy-joylarning elektr ta'minotini mustaqil holda ta'minlashga, balki ortiqcha energiyani sotish orqali aholining daromadini oshishiga ham xizmat qilmoqda.
Qo'rg'ontepa tumanida bugungi kunga qadar 8 kilovatga yaqin quyosh panellari o'rnatgan bo'lsak, hozirgi kunga qadar xonadonlar o'zlarini iste'molidan tashqari orttirilganini tarmoqqa sotish orqali foyda ko'rib kelishmoqda. Har bitta xonadonga 3 kilovatdan 10 kilovatgacha, 20 kilovatgacha bo'lgan quyosh panellarini qo'yishni tavsiya qilganmiz. Targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borilyapti. Olib borilayotgan ishlar natijasida, targ'ibot ishlari natijasida fuqarolarimiz ehtiyojiga qarab panellar o'rnatilayotgan panellardan olingan kilovat soatlar ortiqchasini tarmoqqa berib, davlatdan daromad olishyapti. Buni soliq o'z muddatida to'lab beryapti. Bu to'lovlardan hech qanaqa muammo bo'lmayapti. Shu turgan xonadonimizda mana 50 kilovat panel o'rnatilgan bo'lib, mana shu 2025-yilda bu yo'g'iga 17 million 18 million foyda ko'rib turibdi 50 kilovat o'rnatganidan. 50 kilovat o'rnatmasa ham 3 kilovatdan 10 kilovatgacha bo'lgan taqdirda o'rnatganda ham oyiga 4 million 3 milliondan foyda ko'radi. Targ'ibot ishlari natijasida har oyda o'nlab xonadonda quyosh panellari o'rnatilyapti. Bu nafaqat aholining yashash sharoitini yaxshilaydi, balki elektr tarmoqlariga tushayotgan yukni ham kamaytiradi. Qisqasi, quyoshdan foydalanish orqali uy ro'zg'or ta'minoti va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda yangi bosqich boshlanmoqda. Quyoshli xonadon loyihasi esa Qo'rg'ontepa tajribasida o'zini to'liq oqlayotganini ko'rsatmoqda.